Siyosiyonlardan dağlıq çolpanlargacha Mەs'ۇt ئۆزىلنى ve Uyg'urlarning qo'llash sepiga qo'shildi. Dağlıq musulmon naqshchi Maҳир زايىن Mەs'ۇt ئۆزىلنى qo'llab e'lon qilgan uchurda mundaq dedi. Bir çolpan uchun Mەs'ۇt o'zil qilgandek Uyg'ur qarindoshlarimiz ham hamshiralarimiz Xitoyda uchrayotgan xo'rliqlarga qarshi gap qilish zo'r jasorat talab qiladi. Qarindishim haqqoniyat uchun ko'krak kerib chiqqaniga rahmat. Şunun bilan birga Amerika Tashqi ishlar ministri Pompېئو Xitoy Kompartiyasi o'z tashviqot vositalarida Mەs'ۇt o'zil hamda Arsenal komandasining nomlarini qora tizimlikka kirgizib qo'ya olishi mumkin. Ammo haqqoniyat har vaqt g'olib keladi dedi. Shuningdek Xitoy hukumatining bu xil oshkora shakl olgan hamda Uyg'urlarni nishon qilgan bostirish harakatini har qancha qilma dunyodan yo'shirib qololmaydiganligini alohida ta'kidladi. Xitoylarning lagerlar haqidagi maxfiy hujjatlari qatorida oshkorlangan Chaqiliq noyisiga oid bir sud hukmi haqida elib borgan aniqlashlar davomida mahkum Nabi Xo'ja Ahmadga chetilib jami 82 kishining kesilib ketganligi oshkorlandi. Nabi Xo'ja Ahmadning shahvoniy filmlarni ko'rsatmaslik to'g'risidagi axloq tarbiyasini anglaganligi uchun to'plashib jamiyat tartibini buzish va davlatni parchalashga urinish jinoyati bilan ayblangan bu mahkumlar oldi 10 yil, orqasi 5 yil 6 oylikdan kesilgan. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, orliqda 2 nafar ayolmi bor bo'lgan 82 kishi qonunsiz tabliq anglash va davlatni parchalashga urinish bilan ayblanib, oldi 10 yil, orqasi 5 yil 6 oylik kesilgan. Indoneziyadagi eng chong ikki musulmon tashkilot dushanba kuni Xitoyni Uyg'ur musulmonlarga ilib berilayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklarini to'xtatishga chaqirdi. Muhammidiya nomli tashkilot e'lon qilgan bayonotda Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq tajovuzchiliklarining sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar to'xtatish kerak dedi. Amerikaning Indoneziyadagi bosh elchisining 2 oy burun bu ikki tashkilotning rahbari bilan ko'rishib, ularni Uyg'urlar uchun gap qilishga chaqirganligi bildirildi. Xabar qilinishicha, Xitoy Indoneziya diniy sohasi va axborot sohasini Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarining tarbiyalash markazlari ekanligiga ishontirish uchun tashviqot elib berayotgan bo'lib, mazkur tashkilotlar Xitoydan yordam qabul qilganligini rad qilgan. Amerika Avam Palatasi hukumatning Huawei'ni o'z ichiga olgan davlat bexatarligi tahdid soladigan Xitoy shirkatlarining mahsulotlarini sotib olishni cheklash tashabbus qilingan bir qaror loyihasini ma'qulladi. Bu qonun loyihasi bu hafta Kengash Palatasining ovoz berishiga suniladi. Bu yil 5-oyda Amerika Huawei'ni davlat bexatarligi tahdid yetkazilgan shirkatlar tizimligiga kirgizgan edi. Loyihada yana kichik telegraf shirkatlarining gumonliq uskunalarini qo'llanishdan saqlanish uchun yordam berish tilga olingan. 2 yil burun suvga qo'yib bergan va sinaq yurishi elib berilayotgan aviamatga Sandong nomi berildi. Xitoy Markaziy televiziya kanalining xabar qilishicha, Shi Jinpingning qatnashishi bilan Xaynan o'lkasining Sanya shahrida o'tkazilgan marosimda bu aviamatga Xitoy xalq ozodlik armiyasiga topshirib berilgan. Bu Xitoy ishlab chiqargan tunji aviamatning rasmiy ishlatilishi hisoblanadi. NATO bu yillik yig'inda tunji qitim Xitoy tahdidini muzokara qilgan edi. Pakistanning sobiq prezidenti Musharrafga davlatga xiyonat qilish jinoyati bilan o'lim jazosi berildi. Islomobodda ochilgan sudda 1999-yili harbiy o'zgarish bilan taxtga chiqqan 2008-yilgacha huquq tutgan Musharrafga o'lim jazosi berildi. Musharraf 2007-yili vazifa muddati to'shqanda istifa berishni rad qilgan va o'qituvchilarning qarshilik qarta asos qonunni vaqtli to'xtatib jiddiy holat e'lon qilgan edi.